2025 31 may imrozangi sana. Assalomu alaykum, xush omaded ba kanali bozor va biznes. Imrozangi navori mo nohiya Spetamin DXI Farmonqo'rg'on narx navoiy govi gusfando ra mebrorیم. لایک و подписка را زیر کردن فراموش نکنید. مول بازار نو سرشو دسته. مرحمت ویدیو که تا آخرش گوش کنید. تماشا کردن لایک و ماندن فراموش نکنید. شما در یکم قوچقاره گفتنی باشیم. یک قوچقاره ذاتی برای قربانی گرفته است. 4450 سوم با سودا شد. تورمین 450 سوم با منش قوچقاره سودا بولده. mana ancha uzun zotli qo'chqor ekan. Keyingi qo'chqorimizga keladigan bo'lsak, keyingi qo'chqorimiz 4400 so'mdan ikkita qo'chqor savdo bo'ldi. Ikkosi 8800 so'm bo'ldi ikkita qo'chqor. 4400 so'm ba duta qo'chqor 4400 savdo shudagi 8800 so'm ba duta qo'chqor furuqdagi anamin qati har dush. Mana shu bilan 4400 so'mdan har biriga savdo bo'ldi. Mana این qo'chqora گفتنی باشیم این 4500 so'm ba savdo qard nadod. 4500 so'mga savdo qilishdi. Mana shu qo'chqorni berishgani yo'q. Savdo qilgani hozir. Ala qo'chqor ekan. Ancha boqilgan. Bu qo'chqorlarni hozir qurbonlikka savdo qilishyapti. این qo'chqoroy maydalari 2500 so'mga guftaysa, bu savdo mishandiga. 2500 so'mga deyapti, yana savdo bo'ladi deyapti. Qaysi biri yo'qsa, o'shani tanlab olasan deyapti 2500 so'mdan. 2500 so'mdan deganlar baribir savdo bo'ladi, baribir u narxga sotilmaydi. Kimga mana shunday qo'chqorlar kerak bo'lsa, Farmonqo'rg'on qishlog'idagilar bizni videolarimizni ko'rib turgan bo'lsa, kimga yo'qsa mana shuga shanba kuni chiqib mol bozordan o'zlari mayinda tanlab mana shu qo'chqorlar har shanba bozor kelyapti. Chiqib olishlari mumkin. Bozor va biznes YouTube kanalidan desalaring yana arzon qilish berishadi. Farmonqo'rg'onliklar like bosamiz. Bu ijobu duta qo'chqor savdo shud. 8000 so'm ba duta qo'chqor savdo shud. Ancha savdo rafta istay. 8000 so'm ba savdo shud duta qo'chqor. Ancha savdo shud istay. 8000 so'm rafta istay. Mana shu 8000 so'm deyapti. Mana shu ikkita qo'chqorda 8000 so'mga mana shu Nuriddin savdo qilyapti. Mana shu ikkita qo'chqorda. Tomosha qilinglar savdoni. Videolarimiz kimga yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosib, o'rib do'stlaringga podresa qo'ying. Mana men savdo raftesda yak sigir qatti, bachash, buqacha o'zini nishon etyapti. Bu yerda savdo bo'lyapti. Balasin, navoz mana shu bilan mana shu sigir bilan mana men sir qati bu bachash o'zini nishon etyapti. Mana navozcha xil 8200 so'mga savdo shud. Mana men 18200 so'mga mana shu savdo bo'ldi. 18200 ga berildi mana shu navozchasi bilan. Shu sigirimiz. این بقره شما دا گفتنی باشیم. این بقره 18150 so'm با این بقره savdo شد. 18150 so'mga mana shu navoz savdo bo'ldi. Bu navoz o'zimizning navozdan. این navozi buqaga xudimi savdo shud. 18150 so'm savdo shud. این buqa bo'lsa 21000 so'm guftastay, nadodastay. 21000 so'm deyishyapti. Mana shu navozni ko'ramiz qani qancha qilishadi. Darshi videolikda oxirida qancha qilganini qonun qo'yib o'tamiz. Videolik oxirida guftami guzaring champli kardagishi. Ayja bo'lsa bu yak buqacha mayda savdo shudastay 10700 so'm guftastay. Mana buqachari
1700 somon deyapti mana shu novvoschani. Mana. Buni ham narxi qanchaga bo'lganini hozir bozor yangi boshlangan, qancha bo'lganini bozorda oxirida qo'yib o'tamiz. Bo'yicha yak 10 mayda 5500 so'm mana men 10 savdo shu. 5500 so'mga mana shu 10 savdo bo'ldi. Mana 5,5 endi o'sha buqacha mayda dutas buqacha savdo qilsay 18000 so'm g'ilba men duta buqachalar savdo qildaga dodaga nestay. Ikkita mana shu yerda ikkita novvoschani savdo bo'ldi 18000 so'mga mana shu bilan ikkovsini 18000 qildi, berishgani yo'q. Mashodan kelgan. Bu duta buqacha arzon 22000 so'm bana men duta buqachara savdo qildaga dodaga nestay. Mana shu ikkita novvosda 22000 so'm qilishdi, berishgani yo'q. Mana shu ikkita novvoschani hali 1 yasharga kirmagan novvoschalardan. Mana har dushanbada 22000 so'm guftaga nadodagi oli. 22000 so'm qilishga mana shu novvoslarni kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlarini yozib qoldiringlar. Mana shunday novvoslar kimga qiziq bo'lsa, faqat bozor va biznes YouTube kanalida mana shunday arzon novvoslar chiqadi. Qani bo'lsam keyingisiga o'tamiz. Men buqacha 12000 so'm savdo qildaga nadodagi men buqacha 12000 so'm qilishdi, mana shu qora novvoschani berishgani yo'q. Pastki uchastkadan qo'lingan mana shu novvoscha 12000 so'm qilishdi. Peshimoda yak buqacha nishondagi bo'dim, va buqacha 10700 so'm guftagi bo'ldi. O'zi ammo 13000 so'm savdo shud. Men buqacha shundan nishon etyapman. 13000 so'mga mana shu hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana shu novvoschani mana shu novvoscha 13000 so'mga savdo bo'ldi. 13000 so'm bana men buqacha savdo shu. Mana men o'zi borkardagi raftesda. Mana ortga o'zi olib ketyapti 13000 so'mga. Hashtagga olib ketyapti mana shu novvoscha. Mana men duta buqacha savdo shud. Buqacha shved. Duta buqacha har yaktash 16500 so'mning savdo shudiga. Har biriga 16500 so'mdan savdo bo'ldi mana shu ikkita shved novvoschalar. Bu novvoschalar Nuriddinning novvoschalaridan kimga mana shunday novvochalar qiziq bo'lsa, oldingi videolarimizda Nuriddinning nomerini yozib qoldirganmiz. Bemalol telefon qilishlaring mumkin, xarid qilishlaring mumkin, zakaz berib. Mana shunday novvochalardan. Pesh videoda yuqori nishondagi biz 1000 so'm kardagi o'zi 22000 so'm kardistay nadodastay. Oldingi videolarimiz oldida 21000 so'mlik novvosda hozirlik ko'rsatib o'taman shu novvosda 22000 so'm qo'yadi. Mana shu novvosda berishgani yo'q. Mana 22000 so'm qilishyapti mana shu novvosda. Imruzangi videorolik ما به آخر رسید. لایک و подписка رضای کردن فراموش نکنید. ما بازاری فرمانخرگان نرخ نوای گوسفندها را برآوردیم. صحت سلامت باشید. Bugungi videorolikimizni shu yerda yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bozor va biznes kanalidan uzoqlashmanglar. Farmonxo'rg'onlarga videorolik deb podpisa qilib qo'yishni unutmanglar.